Konteynerlar. Ulardan faqat yukni bir joydan ikkinchi joyga tashish maqsadida foydalanishadi deb o'ylaysizmi? Yoki konteynerlarni ishlatishdan maqsad faqat yuklarni saqlashmi? Balki domik, ofis va uy yasasi bo'ladi deyishingiz ham mumkin, lekin konteyner orqali qilinadigan yana bir biznes turi mavjud. Bu konteyner materiallaridan mahsulotlar tayyorlash. Video davomida konteynerdan qanday mahsulotlar qilish mumkin va biznes egalari esa qancha daromad qilishadi degan savolga Lego terminal bilan Qo'qonga bo'lgan sayohatimiz davomida javob olasiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishingiz mumkin, biz Xudoga shukr vodiyga yetib keldik. Hop, bu yerda mana hamma mahsulotlar, misol uchun oxir, arava, bu yerda mana o'choqlar, hammasi konteyner mahsulotdan yasalgan. Sizlar bilan hammasini ertaga birma-bir ko'rishib, tanishib chiqamiz. Videoni kuzatinglar, hali bu yoq hammasi qiziq bo'ladi. Men o'zi unaqa ko'p kelmaganman, lekin har safar kelganimda vodiy xalqi juda ham mehmondo'st va juda ham mehnatkash. Hop, men o'zimizning yo'nalishimizda, ishimizda biladigan narsam oddiy bir konteynerdan shuncha narsani yasashadi. Ya'ni o'sha aytib o'tilgandek oxir deysizmi, o'choq deysizmi, truba deysizmi, har xil profillar, naveslar, xullas juda ham ko'p narsalar. Vodiy ahliga respekt. Sizlar bilan yana ertaga bitta yorug'da ish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. O'zingizlar bitta ko'rasizlar. Menimcha o'zi vodiyga kelgan obunachilarimiz, boshqa joylarda turishadigan mijozlarimiz ham bemalol menimcha gaplarimni tasdiqlashsa kerak. Agar shu gaplarimga qo'shilsanglar, bir kommentariyada o'zingizlar fikringizni qo'shib o'tarsizlar. Like'larni ayamaysizlar degan umiddaman. Ertaga yana zo'r videolarni kutib qolinglar. Hadiyalarimizni joylaymiz hozir. Doimiy mijozlarimizga bu daftar ruchka, bloknot, firmenniy o'zimizning sumkamiz. Bundan tashqari bu powerbank, o'zimizning firmenniy bu ham. Bu yerda yana firmenniy termizlarimiz bor. Hop, panamkalarimiz. Birma-bir hozir hammaligini xursand qilib chiqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu. Aka, sizga savollarimiz bor edi. Shuncha konteynerlardan nima maqsadda foydalanasizlar? Xo'p, bu konteynerlarni ko'proq olib kelib biz aka maydalab, pachaqlab shu sotamiz. Shu daromad qilish asosan. Ya'ni listlar alohida, hammalarini xullas sochib, mayda-mayda qilib olasiz. Ha, butun kelgan konteynerlarni pachaqlab, maydalab, lisiga, lagasini hammasini adal-adal sotamiz. Xullas konteynerda hamma narsasi sotiladi. Sotiladi. Poli, laga, chana hamma narsasi bor, sotiladi. Hop, ikkinchi savolimiz shu materiallardan nimalar yasasa bo'ladi aka o'zi? Aka, bu materiallardan biz endi yasamaymiz, sheriklar yasaydi. Bundan endi listidan moloxor, qo'yoxor, profillar chiqaryapti hozir 4 ga 4, 5 ga 4. Shunaqa maqsadlarda foydalansa bo'ladi, yasasa bo'ladi. Pollarni nima maqsadda ishlashadi? Pollarni endi ko'proq shu uyni poliga qoqishgani olib ketishadi. Keyin hali sovrini tapchalarning ustiga qo'ygani olishadi, shunaqa. Bu sohada necha yildan beri ishlaysizlar? Bu sohada aka 2 yildan beri ishlaymiz. 2 yildan beri. Hazırlagan so'roq emas. Hozir bu biznesni asosan vodiyda ommalashgan. Shu biznesni konteyner sohasini vohada ham qilsa bo'ladimi? Yo'qda ham klientinglar bormi o'zi? Albatta qilsa bo'ladi. Endi ko'proq klientlarimiz kelib pachaqlangan, tayyor shu ajratilgan holatda yuklab olib ketishadi. Xullas, bu yerda ham mijozlar bor. Mijozlar bor, ana shunaqa. Tushunarli. Hop, endi eng qiziq savolimiz shu konteyner sohasida o'rtacha bir oylik daromad, ya'ni bitta konteynerdan qancha qoladi? Endi u sir bo'lib qo'ya qolsin. Muhiddin aka,
bizani kompaniya bilan, ya'ni Lego Terminal bilan qanchadan beri ishlaysiz va nega aynan Lego Terminal? Lego terminali bilan 1,5 yildan beri ishlaymiz. Lego terminal tanlaganimiz sababi endi ishonchli. Yuklarimiz o'sha aytgan paytida yetkazib berishadi va o'sha ko'rsatgan yuklarni o'sha holatda jo'natib berishadi. Xizmat ko'rsatish darajasi, Xizmat ko'rsatishi a'lo darajada ekan. Xo'p. Narxlarimiz bozor narxi bilan qanaqa aka? To'g'risini aytavering. Past bo'lsa past, baland bo'lsa baland. Yo endi nima desa bo'ladi? Bozor narxidan endi qulayroqligi uchun sizlar tanlaganmiz. Lego terminal tanlaganmiz. Bizani boshqalarga tavsiya qila olasizmi? Qilgan bo'larmidik? Albatta tavsiya qilamiz. Endi 1,5 yil ancha srok. Ishonchli bo'lgani uchun bemalol tavsiya qilishimiz mumkin. Bizlar bilan ishlayotganingiz xudo xolasa qoniqtiryapti deb o'ylayman. Shunaqa? Albatta aka, xudo xolasa yaxshi. Mana shuncha vaqtdan beri ishlab kelyapmiz. Hech qanday hali bir nima desa bo'ladi? Xatolik, kamchilik, bunaqa narsalar bo'lgan yo'q. To'g'rima-to'g'ri ishlab kelinyapti, xudo xolasa. Sizga kattakon rahmat, shuncha savol berdik. Bizani kompaniyamiz tomonidan kichkina hadyamiz bor edi. Bu sumkamiz ichida daftar, ya'ni bloknotlarimiz, powerbank, termizlarimiz bilan sizga hadyamiz aka. Alloh aka, rahmat. Kichkina bo'lsa ham katta narsani o'rnida qabul qilasizlar. Bo'ldi. Bizlar bilan ishlab kelayotganingizga kattakon rahmat. Biz ham sizlar bilan ishlab hamkorlik qilganimizdan juda ham xursandmiz. Ishimizga rivojini bersin aka. Lego terminalni tavsiya qilamiz. Bemalol xarid qilishlari mumkin. Konteyner ishonchli. Joningiz sog' bo'lsin aka, rahmat. Aka, bet ham hozir sizlarga o'xshagan maydalaydigan joymi konteynerlarmi? Yo'q aka, bet maydalaydigan joy emas, o'sha biz maydalagan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan joy bet. Ko'rishingiz mumkin, mana o'choq, arava shunaqa narsalar ishlab chiqaradi. Ichkariga kiraylik, o'zingiz bitta ko'rasiz. Voy, juda bir boshqacha ekanda. Aka, mashinani hozir hammasi konteyner mahsulotidan olingan. Konteyner mahsulotidan qilingan. Biz konteynerda olib kelib pachaqlaymiz, so'yamiz. Bu sheriklarimiz mana listlardan olib, oxir, arava, badiya shunaqa narsalarni ishlab chiqarib sotishadi. Hozir men bu shuncha joydan endi bittasi, yana ko'pligini ko'rdim. Hammasi bu yerda qoladimi yo qayerdadir sotiladimi yana? U nafaqat O'zbekiston bo'yicha qo'shni davlatlarga ham, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham sotilyapti. O'zbekistonda 12 ta viloyatda polni kelib olib ketishadi chetdan. Ya'ni eksport ham bor xolos. Eksport ham bor, ha. Gap yo'q, zo'r. Aka, hozir tushunishim bo'yicha bu yerda aravalarni ham 90% konteyner mahsulotidan foydalanadi. Shunaqa aka, 90%, pashti 100% desa ham bo'ladi. Hamma narsasi konteyner mahsulotidan tayyorlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bu ruchkalarni ham mana shu stanoklarda shetda bukib tayyorlanadi hamma narsasi. Hozir mana shu tekis ruchkani mana shunda bukib, tayyor ruchka qilishadi. Shunaqa. Bu gap yo'q. Hamma narsasi konteynerni kerakli narsa ekan. Hamma narsaga foydalanishar ekan. Aytdim-ku, vodiy xalqi juda ham mehnatkash. Hamma narsani qoyillatib, a'lo darajada yashashyapti. O'zimizda ishlab chiqarish bor. Qattandir eksportlar qilib, falonsimlarga xarajat qilinmayapti. Oddiy konteynerdan shuncha narsa yasashyapti. Gap yo'q. Biz navbatdagi mijozimiz joylariga kelganmiz. Akamiz videoga chiqish xohlamadilar. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, ishlar avjida. Bu 14 metrlik konteynerimizni kecha bazamizdan yuklatib olganmiz. Bugun esa yetib keldi. Xo'p, hammaga qiziq bo'lgan savol, bu biznesda nechta pul daromad qilsa bo'ladi? Shuni hozir keyingi mijozimizning oldilariga borib bitta so'raymiz. Biz navbatdagi mijozimiz akamiz oldilariga keldik. Ismlari Ilhom aka. Ilhom aka, konteynerlardan nima maqsadda foydalanasiz? Avvalambor xush kelibsizlar. Konteynerdan endi asosiy shu xalqqa kerakli narsalarni sotamiz, keyin uncha narsasini ishlab chiqariladi, ishlab chiqarishlarga beramiz. Aksariyat ishlab chiqarishlarga beriladi. Xo'p, hozir shunda sizlar alohida qilib
sotganinglarda ishlab chiqarishlarga Maydalab. berganinglarda, maydalaganinglardan keyin ular nima maqsadda foydalanishadi? Ya'ni nimalardir yasashadimi, nima qilishadi ular? Misol, bulardan qori, firmalar, o'xir, bayok, apalopka, profil yasashadi. Pechka yasaydi, ketmon, ko'p narsalar yasashadi. Xullas hamma narsa Hamma narsa yasash mumkin. Xo'p, necha yildan beri shu sohadasiz, shu biznesdasiz aka? 5-4 yildan beri shu sohadamiz. 5-4 yil. Xo'p, hozir mana shu biznesni asosan vodiyda ommalashgan. Bu narsani voha tarafda ham qilsa bo'ladimi yoki o'zi vohaga ham olib ketadigan klientinglar bormi va qanaqadir u yoq taraflar bilan ham ishlaysizlarmi o'zi? Ha, u taraflarga ham beramiz narsa. Asosiy hozirgi kunda oldinlari unchalik emas edi. Shu vodiy bo'ylab edi oldin. Hozir shu 2 yildan sho'r voha ham yaxshi nima qilyapti, o'tkazishyapti narsasini. Ko'p narsasini olishadi, lagasini, polini, profilini olishadi. Asosiy ularda ular katta kesadiganlar bor. Kam. Misol Buxoroda bor xolos. Boshqa joylarda. Vodiyda emasdi, xolos. Yo'q. Xo'p. Endi hammaga qiziq savol aka. Shu mana sohada siz nechta pul tikiladi va nechta pul daromad qilinadi? Bitta konteynerdan taxminan qancha foyda qoladi aka? $1700 atrofida pul tikiladi bunga. $50, $100 pul qoladi. Xullas bu bitta konteynerdan, tushunarli. Siz oyiga taxminan nechta? 50 ta narmi kesamiz. Xo'p. Uni o'zingizlar kommentariyada bitta hisoblab olasizlar, yozib qoldirasizlar. Xo'p, keyin yana savolimiz, Ilhom aka, Lego terminal bilan qanchadan beri ishlaysiz? Lego terminal bilan shu boshlaganimizdan sho'r 4 yildan beri ishlayman. 4 yil. Xo'p. Nimaga aynan bizni? Shularda endi misol avvalo baqa olib kelish uchun mashina misol butun konteyner olsak ham kirgizsak oson. Mashina kirishi birinchidan, keyin yuklab berishi tez. Shunga asos. Xizmat ko'rsatishimiz yaxshi. Yaxshi. Xo'p, narxlarimizga keladigan bo'lsak, narximiz qanaqa? Bozor narxidan balandroqmi, pastroqmi yo bir xilmi? Yo'q. Hali bozor narxidan baland emas, lekin yaxshi va qimmat ham emas. Deyarli bir xil. Kelishib ishlashsa bo'laveradigan holat. O'shancha ishlaymiz. Sizga kattakon rahmat. Biz ham siz bilan ishlashimizdan juda ham mamnunmiz deydimi? Maza qilamiz. Bir yaxshi har doimgi mijozlarimizdan akamizni hurmatlari juda ham baland. Har safar kelsak, qo'llarini ochib, juda ham bir mehmon qilib, maza qilib o'zimizni yana Toshkentga jo'natib yuboradilar. Alloh rozi bo'lsin. Aka, kompaniyamiz nomidan bir kichkina hadyamiz bor. Bu sumkamiz ichida daftar, powerbanklari, termizlari bor. Xudo xolasa maza qilishni aytasiz aka. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat sizga. Hozir biz mijozimizning hamkorlarini joylariga kelganmiz. Bitta ishlab chiqarish ekan. Aka, bitta sizlar nimalar yasaysizlar? Bizda ko'rib turganingiz pechka yasaymiz. Bag'da apparatlarimiz bor. Ana ustidan o'gan hozir konteynerdan bo'lgan. Konteyner materialdan bo'lgan ekan. Yana nimalar bor ekan? Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bag'da aravamiz bor ekan. Arava ham polniy konteyner materialdan bo'lgan. Bular hozir hammasi, ya'ni arava, pechka, mana bu aytayotgan stanogingiz ham hammasi konteyner materialdan bo'lgan ekan. Hop, u stanogimiz nima vazifani bajarib beradi aka? Stanogimiz bizga bukish vazifasini beradi aka. Listlarni bukib, haligi mahsulot chiqarish bo'yicha yordam beradi aka. Yana nimalar qilinadi aka? Yana molga o'xir yasaymiz. Terka deganda. O'choq, oxirlar hammasi, bochkalar hammasi o'zimiz qo'ldan chiqadi aka. Mana bular Xitoydan keladigan narsami bu? Yengillar. Bu ham qo'lda yasaladi. Bular ham konteyner mahsulotdan bo'ladi. Bu nima vazifani bajaradi? Bularimiz mikser vazifasini bajaradi. Bularimiz beton quyish bo'yicha osonlik yaratilgan. Hozir mashinalar hammasi konteynerdan yasalgan. Bular hammasi konteyner mahsulotdan bo'lgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, vodiy xalqiga gap yo'q. Hamma narsa konteynerdan o'zligini qo'l mehnatligida yasashyapti.
vodiy xalqiga qoyil qolamiz, boshqa hech qanaqa gap yo'q. Aka, sizni qimmatli vaqtingizni oldik. Bizga ma'lumot berganingiz uchun bizani kompaniyamiz tomonidan sizga popkamiz, ichida yana hadyalarimiz bor. Undan tashqari Sukunda Optodan panamkamiz. Joni sog' bo'lsin. Kelib turasizlar, Terminal kompaniyasi aka. Konteynerlar bilan shug'ullanamiz. Sizga o'tagan rahmat. Joni sog' bo'lsin. Qo'qonga bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Kommentariyada keyingi videoyimiz nima haqida bo'lishini yozib qoldiringlar. Vodiyda akalarimizga alohida kattakon rahmat. Shunaqa chiroyli kutib olishganiga biz endi Toshkentga qarab yo'l oldik.